Bugun sizlar bilan ish faoliyatimdagi eng ko'p moy rasxod qilgan Lacetti 1.8 mashinasini motorlarini remont qilamiz. Bu mashina okamniki. Bizga motor remont qildirish uchun olib kelibdilar. Oka qancha moy rasxod qilibdi? Avtoldan avtolgacha bir 2 litr, 3 litr moy rasxod qilyaptimi desam, oka qancha moy rasxod qildi? Kayfiyatiga qarab 100 kilometrga 1 litrgacha tushyapti. Eshitdingmi? 100 kilometrga. 100 kilometr juda ham kichkina kilometr. 100 kilometrga 1 litr moy rasxod qilayotgan bo'lsa, 1000 kilometrga 10 litr. Bu degani 6000 kilometrgacha, ya'ni moydan moygacha 60 litr moy rasxod qilgan bo'ladi. O'zi benzin rasxod deyapman o'zi. Mashinani tomiga katta avtol qo'yadigan kanister qo'yib, motor ichiga shlank ulab qo'ysam bo'laveradigan holat kelib qolibdi. Oka bizga aytdilar, motor remont qiladigan bo'lsam, yaxshi xizmat qiladimi? Garantiya berasizmi? Juda ko'pchilik Lacetti 1.8 ni motor remontdan keyin ham moy rasxod qiladi deb aytdilar, shunaqa. Xudo xolasa motorlarini remont qilib beramiz. Moy rasxod qilmaydi, ko'ngildagidek zo'r xizmat qiladi. Oka ancha vaqtdan beri Instagramda kuzatib kelar ekanlar. Ixloslar uchun rahmat aytib qolamiz. Bu videoyimiz maxsus YouTube platformasi uchun bo'ladi. Nimaga? Chunki ko'pchilik qiziqadi, ustalar ham qiziqadi, Lacetti haydaydigan okalar ham qiziqishadi. Motor remont qanday qilib qilinadi? Nima zapchastlar qo'yiladi? Va motor remontdan keyin moy rasxod qilmaydim degan savollarni berishadi. Bugun shu savollarga sizlar bilan birgalikda shu YouTube videoyimizda qisqa va lo'nda qilib motorimizni to'liq yechilishidan yig'ilishigacha bo'lgan jarayonida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu ma'lumotlarimiz Lacetti haydab motor remont qildirmoqchi bo'lgan okalar uchun ham manfaatli bo'ladi, usta okalar uchun ham albatta manfaatli bo'ladi. Mashinamiz motori juda ham yomon holatda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mashina qaltirab qolgan. Moy qapqog'ini ochgan vaqtda tutun berib yuborgan. Bu tutun berishligi motor o'zi charchagandan. Lekin shub ko'tarsangiz, shub ham bo'sh kelmayapti. Basma-basga tutun chiqaryapti. Bu motori o'lganligidan dalolat. U ham mayli, qapqog' ham shub ham mayli. Ko'rayotgan bo'lsanglar, gaz bosgan vaqtingizda gulchitirdan ko'm-ko'k tutun chiqib ketyapti. Bu degani o'sha 100 kilometrda 1 litr moy yo'qolib qolayotgan moy gulchitirdan chiqib ketyapti degan. Ya'ni isparayna bo'lib gulchitirga chiqib ketib qolayotgan. Motorimiz juda ham og'ir ahvolda. Ataylab biz YouTube videosi uchun shunaqangi ahvoli og'ir bo'lgan motor tanladik. Nimaga? Chunki moydan moygacha 1 litr yoki 2 litr rasxod qilayotgan mashinani videosini qo'yadigan bo'lsak, u kichikroq muammo. Lekin bu katta muammo. Ya'ni moydan moygacha 60 litr moy rasxod qilayotgan mashinani butkul moy rasxod qilmaydigan qilib, zavod holatida motorlarini remont qilib bermoqchimiz. Shuning uchun ham video oldidan okani videoga olib chiqdim. Nimaga? Chunki mashinaning egasi o'zlari bizga mashinani topshirayotgan paytlaridagi emotsiyalari, fikrlari va bitgandan keyingi holatdagi okaning fikrlarini biz ko'rmoqchimiz. Shuning uchun ham video oldidan bizga ishlanib topshirayotganlarini video qilib qo'yganmiz. Motor ko'ryapsizlar, yomon ahvolda. O'zi gaz bosaman desam, qaltirab qolyapti. Nimaga? Chunki o'zi motor shu darajada charchaganki, mana ko'rishingiz mumkin, tutab ketyapti. Ko'ryapsizlar? Juda ham yomon ahvolda. Mashinamiz 300 ming kilometr yurgan ekan. 300 ming kilometrda menimcha birinchi marta ochilishi bu yomon ko'rsatkich emas. Juda ko'p holatlarda motor qilgandan keyin 1000 kilometrda yoki 5000, 10000 kilometrda moy rasxod qilish holati kuzatilib qoladi. Biz qilib bergan motorlarimizga 15000 kilometr yoki bo'lmasa 3 oy kafolat beramiz. Umumiy hisobda 15 yildan beri shu yo'nalishda ishlayotgan bo'lsam, 5 yildan beri Lacetti 1.8 larni garantiyasi bilan motorlarini remont qilib berayotganmiz. Shu paytgacha muammo bo'lmadi. Inshaalloh bundan keyin ham muammo kuzatilmaydi. Sizlar bilan birgalikda mashinamizni motorlarini to'liq yechilishidan yig'ilishigacha bo'lgan jarayonlarni qo'yib boramiz va mashinamiz bitgandan keyin bilasizlar bizda programma xizmatlari ham bor. Programmalargacha qilib, mashinani uy qurdirayotgan paytingizda patkulish deydik va xuddi shunaqangi holatda qilib egalariga topshiramiz. Oka, mashinangiz bizga omonat, topshirib ketyapsiz. Shu holatlarni eslab qoling, xudo xolasa. Qanaqadir bir gapingiz yoki dil so'zlaringiz deydik, bo'lsa gapirishingiz mumkin. Oxirida aytamiz. Oxirida. Qanchadan kuzatasiz siz oka? Işte 1 yildan beri kutaman. Qilayotgan ishlarimiz ma'qul kelganligi uchun olib keldingiz. Xudo xolasa. Ko'rib, kuzatib kelayotgan narsangizni amalda ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mashinangiz bitgandan keyin fikringizni bir marta aytsangiz, qanchadir muddat haydaganingizdan keyin yana bir marta aytasiz. Xudo xolasa, ishni boshladi unda.
Mashinamizni motorlarini birin-ketin ochishlari davom etyapti. Birinchi o'rinda sifat, ikkinchi o'rinda esa tozalik. Sifat va tozalikni jamlashlik uchun, kiyimimiz kir bo'lmasligi uchun va mashinani kuzov qismlari chizilib ketmasligi uchun fartuk taqib olganmiz. Motorimiz ichlari ko'ryapsizlar, juda ham yomon holatda. Ustki tomonni ko'ryapsizlar. Endi esa sizlar bilan ichki tomonni ko'ramiz. Ochiq devorga kirishgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Moy rasxod qilib yurgan mashinani motor ichlari qorayib ketadi. Bu mashinamizda motor ichlari xuddi shunaqangi qorayib ketgan va sapun shlankalarni izolenta qilib qo'yishibdi, o'zbekona qilib. Motorimiz birin-ketin yechilyapti. Golovkasini ochilgandan keyingi holatini ham video qilib ko'rsatamiz. Videoni kuzatib boringlar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mashinamizni motorini o'chishdan oldin aytgan edim. Mashinamiz motori hali ochilmagan, zavodskoy deb. Gap isboti bilan, mana qaranglar. Zavodskoy golovka prokladkasi xuddi shunaqangi temirli prokladka bo'ladi. Shundan bilib olishlik mumkin bo'ladi. Gilzalarimiz ichlari uyilib ketgan, porshillari ustilari qorayib ketgan. Motorlarini birin-ketin maydalab, moykaga chiqish holatlarini va tokerga chiqish holatlarigacha shu videoni o'zidayoq sizlarga ko'rsatib boramiz. Ya'ni nima sababdan moy rasxod qiladi, nima qilsa moy rasxod qilmaydi, shu haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Hozirgi shogirdlarga ham mazza. Nimaga deysizlar? Xuddi shunaqangi motor ko'taradigan talla bor-da. Biz shogirdlik paytimizda bunaqangi tal bo'lmagan. Motor olayotgan paytimizda motor ustiga bir kishi, bu tomondan ikki kishi qilib, xullas 2 kishi, 3 kishi bo'lib motorlarni olib qo'ylar edi. Hozirgi kunga kelib bitta kichkina shogirdcha o'zi to'liq maydalay oladi. Nimaga? Chunki xuddi shunaqangi zamonaviy uskunalar chiqib ketgan. Xullas, Lacetti mashinamizni motorlarini sug'urib olingan. Ko'ryapsizlar, xuddi shunaqangi irkit holatda bo'ladi. Nimaga? Juda ko'p vaqtdan beri moy oqizib yurganligi uchun shunaqangi xunuk holatga kelib qoladi. Biz oldimizga kelishligini sababi ham shu. Nimaga yaxshi bo'lganda biz oldimizga kelmagan bo'lar edi. Motorlarini sug'urib olganmiz, birin-ketin maydalanyapti. Maydalab bo'lingandan keyingi jarayon esa moyka jarayoni. Moykadan keyin esa blok vallarini hamma narsasini shlipovkaga beramiz. Mashinamiz motorini maydalashlikda davom etamiz. Biz oldimizga kelgan paytda hammasi shunaqangi xunuk holatda bo'ladi. Bizdan chiqib ketayotganda esa qolganini bitganda ko'rasizlar. Вот тебе звук, что прокачаться пацан. Хасл чистый, мой хасл через WhatsApp. Палю на людей и палю их по глазам. Со мной пацаны, разогревай казан. Полный Дастархан, эй, салам. Они ищут мясо, у меня баллон. Если для души, но в моменте нужен талант. Ол хард, это в КЗ знает каждый баллон. Саваров, прямиком с района. Белый как и звезда, будем знакомы. Снова так хлестко, резет этот бит. Да жестко звучит из холодного бетона. Я с утра на планшете на телефона. Думаю о доме и парочке миллионов. Скучаю по футболу и жена роса. Алло, алло, прием. Lacetti 1.8imizni motorlarini to'laligicha maydalab bo'lganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Xuddi shunaqangi juda ham yomon holatga kelib qoladi. Ya'ni moy oqib yuraveradi, chang tegib loyga aylanib qoladi. Bu ham xuddi shunaqangi holat kelib qolgan, lekin muammo emas. Har bitta mashinani motorini maydalagan vaqtimizda bizda ultrazvukli moyka bor. Ya'ni har bitta motorni maydalangandan keyin xuddi shu kabi qilib qozonga solib yuvib tozalanadi. Qozon haqida ham ma'lumot berib o'taman. Mana ko'rishinglar mumkin, ultrazvukli apparatimiz bor. Ya'ni har bitta motorini maydalagan mashinalarimizni tokerga berishdan oldin qozon yordamida yuvib tozalab, keyin tokerga beriladi. Nimaga? Chunki tokerlar maza qilib ishlasin degan maqsadda. Bundan o'yil oldin biz shogird bo'lib ishlayotgan paytimizda bunaqangi qozonlar bo'lmagan. Har bitta narsani o'zimiz qo'lda simchotkada yuvib tozalaganmiz. Hozir zamon rivojlanib shunaqangi apparatlar chiqib ketgan. Har bitta detalni shu ko'rinishga olib keladi. Top-toza holatda bo'ladi. Undan keyin esa tokerga chiqadi.
Hozir sizlarga qozonni ishlash uslubini ko'rsatadigan bo'lsam, iflos narsani shundoq tashlaydigan bo'lsangiz, ichidagi nima deydigan bo'lsangiz, suv, ichiga ximikat tashiladi va shunaqangi alyuminiy va temir detallarni toza holatga olib keladi. Qozonda yuk tozalangandan keyin bir qator обработка qilib tokerga ketadi. Videoyimizni kuzatib borasizlar. Bundan keyingi jarayonlarimiz tokerxonada davom etadi. Moykadan hamma zapchastlarimizni chiqarib olganmiz. Endi esa navbatimiz tokerxonaga. Tokerxonada galovkalarimizni to'liq remont qilib qo'yilibdi. Ya'ni motor maydalagandan keyin faqat motoris 0 dan 100 gacha remont qiladimi deydigan bo'lsangiz, yo'q, unaqa emas. Motor to'liq maydalandi, ko'rdinglar. Undan keyin moyka qilindi, undan keyin esa tokerlarga beriladi. Motor yig'ayotgan paytimizda tokerlarni o'rni juda ham katta. Ayniqsa galovkani o'rni juda ham katta hisoblanadi. 3 ta tokerga beriladi. Galovka remont, val remont hamda blok remont. Galovkaning vazifasi nima? Galovka haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Galovka tomonida asosiy remont yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, mashina tortmay qoladi va qaltirab priboy ishlab qoladi. Ya'ni o'ng kelgan ustaga qildirib ketiladigan ish emas. Ishni o'z mutaxassislariga ishlanib topshirishlik kerak. Galovkamizni remonti yaxshi chiqadigan bo'lsa, mashinani davleniyasi, kompressi juda ham baland bo'ladi, tortishlari yaxshi bo'ladi, yoqilg'i xarajati kam bo'ladi va uzoq vaqtgacha go'zal holatda xizmat qiladi. Ko'rishingiz mumkin, galovkamizni to'liq remont qilingan. Yaqinroqdan olib kelasiz. Galovkani remont qilingan, ya'ni qanday qilib deyiladigan bo'lsa, har bitta klapan baland turibdi, ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zi asli ochgan paytimizda cho'kib ketgan bo'ladi. Klapan tagida turadigan joyi bu quyma emas. Bu zavodskoy emas, buni chiqarib almashtiriladigan narsa, ya'ni gnezdo deb nomlanadi. Bu galovkamizga nima ishla qilingan? Galovkaga 16 ta gnezdo, 16 ta направляющий hamda 16 ta klapan yangilangan. Buni yangilashdan maqsad nima? Eskirganligi uchun. Galovkani, klapanlarini, gnezdolarini hammasini to'liq yangilangandan keyin orqasini tarsovka qilib shlipovka qilinadi. Ya'ni parklatga o'rnagan paytida, mana ko'rishingiz mumkin, dazmolka silliq turibdi. Parklatkani o'rnatganingizdan keyin qismay qolishi, avtomobilga antifriz yoki antifrizga havo aralashib qolish muammolari kuzatilmaydi. Agar buni galovka remont qilingandan keyin shlipovka qilinmaydigan bo'lsa, yurg'izgan vaqtingizda turli xil muammolar yuzaga kelishligi mumkin. Galovka remont qilingan paytda asosiy qilinadigan ish orqasini tarsovka qilish, направляющий, klapan, gnezdolariga e'tibor qaratish. Bundan tashqari yana bitta fishkani aytib o'taman. Ya'ni apparatdan bu tomonga olamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Lasetti 1.8 larda shu joyida va natijatli qotadigan joyi bo'ladi. Shu alyumin bo'ladi. 3 marta, 4 marta bo'shatib qotirganingizdan keyin bu narsa rezba bo'ladi va turgan o'rnida juda ko'p muammolarga sabab bo'lishligi mumkin. Shuning uchun biz har safar galovka remont qildirgan paytimizda galovkachi tokerlarimiz shunchalik mutaxassiski aytmasak ham bu narsani rezbasini temirli futulka qilib, как zavodskoydagi rezba ochib tayyorlab qo'yishadi. Galovkamiz tayyor holatda, tarsovkalari bo'lgan, klapanlari yangilangan, gnezdo направляющийлarigacha almashtirib qo'yilgan, galovkamiz soz holatda. Endi esa buni salniklarini va prujina raspirvallarini qo'yib yig'ilsa bo'ldi. Yig'ilish jarayonlarini esa servisimizda davom ettiramiz. Bundan keyingi manzilimiz esa val hamda blok shlipovka qilinadigan tokerxonada davom etadi. Ya'ni galovkani remonti qaysi tarzda bo'lishini to'liq ma'lumotini bergan bo'lsam, blok va valda ham to'liq ma'lumotini beraman. Motor yig'adigan ustokalarimiz uchun albatta manfaatli bo'ladi. Aytgancha, asosiy narsani aytmay o'taman. Har bitta galovkani remont qilinayotgan paytda klapanni gnezdoga qo'ygandan keyin protelka degan narsasi bo'ladi. Ya'ni qum yordamida klapanni gnezdoga moslab silliqlash desam qisqaroq bo'ladi. Har bitta klapanni gnezdoga moslab silliqlab chiqiladi. Bundan maqsad nima? Yurg'izgan vaqtingizda bosim qo'yib yubormasdan kompress baland ushlashligini ta'minlab beradi. Buni texnikaga qiziqadigan mijozlarimiz yoki professional ustalarimiz yaxshiroq tushunishadi. Ya'ni hozirgi kunda internetda trend bo'layotgan gaplardan bittasi protelka qilmasdan yig'sa ham hech qanaqangi muammo qilmaydi degan gaplarni eshitib qolindi. To'g'ri, balki muammo qilmas, lekin qilinsa ham hech qanaqangi muammo yuzaga kelmaydi. Ish sifatini yuqori ushlashlik uchun bu narsani doimiy protelka qilib qo'yiladi. Asosiy ish shu, davleniyani 12-13 gacha olib chiqishlik, shunda mashina zo'r tortadigan va muammosiz xizmat qiladigan bo'ladi. Bundan keyingi jarayonlarimiz, galovka bilan bo'ladigan jarayonlarimiz, servisimizda yig'ilish jarayonlari. Endi esa val va blok shlipovka qiladigan ustaxonasiga boramiz va u yerda blok va valni ustida qanaqangi jarayon olib boriladi, sizlarga qisqacha tushuntirib o'tamiz. Endi esa blok shlipovka qiladigan ustaxonaga kelib olganmiz. Ko'rishingiz mumkin, qo'limda turgan portion
Bu apparat yordamida gilzani ichini shlipovka qilinadi. Nimaga? Chunki sizlarga soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, zavodskoy razmeri standart 25, 50, 3 xil 4 xil razmerdan tashkil topgan bo'ladi. U nima deyiladigan bo'lsa, endi auditoriyamiz orasida umuman texnikaga tushunmaydigan, lekin qiziqadigan insonlar bor. Gilzani ichini bitta razmer shlipovka qilib kengaytiriladi va natijada bitta katta razmerdagi porshonni qo'yiladi. Motor qilishdan maqsad shu. Ya'ni gilzani ichlari yemirilib ketganini hisobga moy rasxod qilishi, har xil ovoz chiqishi, shunga o'xshagan muammolar ko'payib qoladi. Shunaqangi vaziyatda gilzani ichini shlipovka qilib, bitta razmer kengaytirib, bitta katta razmerdagi porshin va ko'lsalarni qo'yib, qaytadan remont qilinadi. Shuni motor remont deb nomlanadi. Zavodda hamma narsani standart holatda bir-biriga shundoq tushadigan qilib yig'iladi. Vaqt o'tgan sari ishqalanish natijasida har bitta detal o'z kuchini yo'qotib, charchash holati yuzaga keladi. Shofyor tomonidan qilinadigan xato bo'ladigan bo'lsa, tez charchaydi. Agar bordi-yu chiroyli haydaladigan bo'lsa, uzoq vaqtgacha xizmat qiladi. Shofyorga, yoqilg'iga va quyilayotgan moyga birinchi o'rinda e'tibor qaratishlik kerak. Shlipovka jarayonlari boshlangan. Har bitta blokka xuddi shu tarzda yaqinroqdan olib keling operator. Har bitta blokka xuddi shu tarzda shlipovka qilinadi. Mana bu holatdan bu holatga o'tadi. Bundan keyingi bosqich esa polirovka jarayoni bo'ladi. Ya'ni o'tkir tig' yordamida gilzani ichini shlipovka qilib, shilib chiqqandan keyin polirovka qilib uni silliqlanadi. Ya'ni bundan oldin golovkani orqa tomonini ko'rsatgan bo'lsam, qanaqangi silliq bo'ladigan bo'lsa, blokning yuz qismi va gilzani ichlari xuddi shunaqangi silliq holatda bo'ladi. Gilzani shlipovka qilingandan keyin bu yerdagi ish deyarli tugaydi. Porshinni gilzani ichiga qo'yib, razmeri yaxshi kelganligini yoki yomon kelganligini tekshirib berishadi. Sizlarga soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, tokerlar bizni pichuvchimiz, biz esa oddiy bir tikuvchimiz. Ya'ni toker tomonidan hamma narsani razmerini zo'r qo'yilgan bo'lsa, biz qilgan ishimiz o'xshaydi. Agar bordi-yu toker xato qiladigan bo'lsa, biz ming to'g'ri qilganimiz bilan ham muammoga uchrashligi mumkin. Motorist vazifasi nima deyiladigan bo'lsa, shu tokerlarni ishini nazorat qilish. Ya'ni biz oldimizga kelgandan keyin, "Bo'ldi, toker shlipovka qilib berdi, endi biz shundoq yig'ib bersak bo'ldi" deb ish qilinmaydi. Har bitta ishni qaytadan tekshiriladi. Nimaga? Chunki toker ham inson, robot emas, xato qilishligi mumkin, razmer katta yoki kichik qo'yishligi mumkin. O'sha narsani tekshirib, toker bilan hamjihatlikda xato qilgan bo'lsa, xatosini to'g'rilab, to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, u narsani yana qaytadan tekshirib qo'yiladi. Blokning orqa tomonlarini deyarli tekshirilmaydi, chunki orqa tomonlarida hech qanaqangi ish bo'lmaydi. Asosiy ish blokning yuz qismida va gilzani ichki qismlarida bo'ladi. Porshin zazorlarini, ko'lsan zazorlarini yig'ilayotgan jarayonda sizlarga bir-bir tushuntirib o'taman. Menimcha bu joyda qilinadigan ish tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Videoni kuzatishda davom eting. Albatta like bosmagan bo'lsangiz like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Blok val golovkalarimizni shlipovka qilinish jarayonlarini ko'rdinglar. Endi esa ishxonamizga olib kelganmiz. Blokning yuz qismlarini shlipovka qilinayotgan paytda struchkalari suv kanallariga, moy kanallariga kirib qoladi. Shuning uchun birma-bir benzin yordamida ichlarini yuvib tozalanadi. Vallarda ham xuddi shunaqangi holat. Valni shlipovka qilinish jarayonini qo'ya olmadim, chunki unaqangi arzirli narsa bo'lmaganligi uchun buni qo'ymagan edim. Bu ham xuddi gilza kabi. Ya'ni valni shlipovka qilganingizdan keyin bitta razmer kichrayganligi hisobiga kladishni bitta katta razmerini qo'yiladi va ishlashda davom etadi. Kladish esa patchinlik vazifasini bajaradi. Bu haqida motor yig'ayotgan jarayonimizda to'xtalib o'taman. Hozir sizlarga tushuntiradigan narsam nima? Blok, val, golovka hamma narsalarini tokerdan olib kelib sraz yig'ish boshlanadimi yoki bo'lmasa yuvib tozalanadi. Yuvib tozalanadi albatta. Nimaga? Chunki motor yig'ilayotgan paytda eng asosiy narsa bu tozalik. Hamma narsani eng qimmatini, tozasini ishlatgan taqdiringizda ham agar bordi-yu ozgina tozalikka be'tiborlik qiladigan bo'lsangiz, ishingiz o'xshamasligi, moy rasxod qilishi va boshqa muammolarga sabab bo'lishligi mumkin. Motor yig'ilayotgan jarayonda benzin yordamida yuvib tozalanadi va kompressor yordamida har bitta teshiklarini tozalab chiqiladi.
Motorlarimizni yuvib tozalab yig'ishlikka tayyor qilib olganmiz. Motor kim yig'adi deyiladigan bo'lsa, motorni ishxonamizning eng mutaxassis tajribali ustalaridan Nurullo Piyg'alli. Nimaga? Sen o'zing yig'maysanmi deydigan savolni menga beradigan bo'lsanglar, ko'p aytadigan gaplarimdan bittasi, Motor House bir kishidan tashkil topgan jamoa emas. Biz komandamizda 10 kishi, 15 kishi atrofida ishlaymiz. Servisimizda hammaning o'zining vazifasi bor. Agar men bordiyu video oladigan bo'lsam, motor yechadigan, yig'adigan bo'lsam, klientlarga qaraydigan bo'lsam, unda hech narsaga ulgurmay qolaman. Mening vazifam ijtimoiy tarmoqlarda qilinayotgan ishlarni mijozlarga yoritib berish va yetkazib berish. Narx-navosi yoki boshqa narsasi umumiy ijtimoiy tarmoqlarga ma'lumotlarni yetkazib berib turamiz. Motor yig'ilayotgan jarayoni asosiy mutaxassislarimiz tomonidan amalga oshiriladi. Oldinlar o'zim ham qilardim, lekin hozirgi kunga kelib ko'pchilik bo'lganligimiz uchun vaqtimiz yetmay qolayotgan. Xo'p, Nurullo aka 15 yillik tajribaga egalar, barcha turdagi avtomobillarga motor tomonlama professional xizmat ko'rsatadi. O'zingizdan ishlang aka. Men Nurulloman. Muxlislar tanishadi, anchadan kuzatib Muxlislar tanishadi, anchadan kuzatayotganlar albatta tanishadi. Chunki Motor House deganda birinchi o'rinda men insonlarning xayoliga keladigan bo'lsam, ikkinchi o'rinda Nurullo aka keladi. Akam yaxshi insonlar. Xo'p, Lacetti 1.8 mashinasi. Otqush haqida ma'lumot berib o'tganman. Unaqangi kitobiy elementarli narsalarga to'xtalib o'tirmaymiz. Asosiy sizlarga beradigan ma'lumotimiz nima bo'ladi? Moy rasxod qilish muammosini sizlarga yoritib ko'rsatib beramiz. Ya'ni siz Lacetti'ingiz bor, siz motor remont qildirmoqchisiz. Motor remont qildirganingizdan keyin moy rasxod qilmaydimi? Shu savollarga javob berib o'tamiz. Agar siz usta sifatida bizni kuzatadigan bo'lsangiz, nima sababdan siz qilgan motorlar moy rasxod qilyapti, bizdagilar muammo qilmayapti? Shu narsa haqida ham qisqacha tushuntirib o'tamiz. Keyin yana bitta narsa, bizning ishxonamizning uzun prinsiplari bor. Ya'ni har bitta usta bo'ladimi yoki boshqa yo'nalish bo'ladimi, o'ziga prinsip qo'yib oladi. Ya'ni bizning prinsipimiz nima deyiladigan bo'lsa, motor ichki qismiga ham, tashqi qismiga ham original zapchasidan foydalanamiz. Deylik, Lacetti mashinasiga 7 million pul ketadigan bo'lsa, motor remontiga, original zapchasidan foydalanadigan bo'lsangiz 7 million ketadigan bo'lsa, sifatsiz narsadan foydalanadigan bo'lsangiz 4 millionga ham yoki 5 millionga ham ishingizni bitirishligingiz mumkin bo'ladi. Lekin sifatsiz zapchasidan foydalanib qilingan motor uzoqqa bormaydi va xizmat qilmaydi. Biz har bitta detalga alohida e'tibor qaratamiz va original zapchasidan foydalanamiz. Eng ko'p aytadigan gaplarimdan yana bittasi, usta degani faqatgina yechib yig'sagina usta emas. Motorist ustaning vazifasi zapchas tanlashni bilishligi kerak. Ming professional bo'lganingiz bilan zapchas tanlashni bilmaydigan bo'lsangiz, noto'g'ri narsa qo'yadigan bo'lsangiz, mijozni ortiqcha xarajatga qo'yishligingiz mumkin. Yillar davomida to'plangan tajribalar natijasida sifatli va sifatsiz narsani, yaxshi chiqadigan va yomon chiqadigan narsani ajratib olishlik mumkin bo'ladi. Endi esa motorimizni yig'ilish jarayonida sizlarga Nurullo aka ma'lumot berib o'tadilar. Ya'ni val nima, porshin nima, shattin nima, ko'lsan zazorlari, motor remont qildirayotgan paytda qancha vaqt ketadi, qancha pul ketadi, shunga o'xshagan ma'lumotlarni berib o'tadilar. Nimaga? Chunki mendan ko'ra tajribalari ko'proq va ma'lumotlari ko'proq. Sizlarga to'xtalib o'tib, batafsil ma'lumot berib o'tadilar. Shuni perda o'charchigan ekan, o'ziniki mana nakladkalarda yilib ketibdi. Korzinkasi yaxshi ekan. Perdagini boshqa ham qilib yuboramiz. Korzinkasi o'zi holati yaxshi ekan, o'ziniki qo'llarida, ya'ni ishlarida o'zining korzinkasi. Motor yig'ishda aptol emasligi uchun eng muhim bo'lgan joyi bu motorning ko'lchasi bo'ladi. Ko'lchalarni hammasini joyiga qo'yib, razmerlarni ko'rib chiqamiz. Agar ko'lchalarning razmeri yaxshi qo'yilmasa, mashina aptol yig'ishga sabab bo'lib qoladi. Ustidan talab qilinadigan narsa yaxshi zapchas tanlashni bilish kerak.
keyin razmerlarni ham yaxshilab joyiga qo'yish kerak bo'ladi. Ko'p mashina avtolayishga sabab bo'ladigan narsa mana shu qo'l sistem bo'ladi. Buni hammasini o'zini razmeri bo'ladi. Mana shu yerga razmerga qo'yib chiqiladi. 20-30 razmergacha qo'yilaveradi. Shunaqa qilib har bitta ko'rsatuvni joyiga qo'yib, razmerlarni ko'rib chiqiladi. Ko'lsalarni hammasini razmerini ko'rib chiqdi. Razmerlar yaxshi keldi. Endi ko'lsalarni joylashtirishni boshlaymiz. Ko'lsalarni joylashtirishda porshanga to'g'ri joylashtirish kerak. Har bitta ko'lsani o'ng tesi bo'ladi. Har bittasini o'zini vazifasi bor ko'lsalar. Agar razmerlari hammasi yaxshi kelib, ko'lsalar hammasi yaxshi chiqib, qo'yitganini noto'g'ri qo'yib qo'yadigan bo'lsam, mashina avtolayveradi. Motorishda eng e'tiborli tomoni mana shu ko'lsalar o'rnatish jarayoni. Porshlarga ko'lsalar ham to'q bo'ldi hammasini. Endi navbat porshini qoqishga qoldi. Porshini qoqishdan oldin mana shu ko'lsalarni yog'lab olish kerak. O'zini maxsus suyumligi bor porshini qoqadigan, mana shundan foydalansa yaxshi. Motorimizni blogini yig'ib tayyorlab qo'ydi. Endi navbat galopkasini yig'ishga keldi. Galopkasini klapsanini qo'yib, prejinarini bosib qo'yganmiz. Va shu galopkani ko'p surada kuzatiladi bunaqa muammo. Tarqatib qo'ysam ovoz yo'qolmaydi, chikilla ovoz beradi. Va shu sababini fishkasini aytib o'taman. Buni mayda deb zo'rlashkasi bo'ladi. Va shu kichkina teshigi bo'ladi. Va shu teshigi bekilib qolsa, tarqatib ovozi yan qo'ysam yo'qolmaydi. Bu faqat shpirtni yana sig'adi xolos. Teshigi kichkina bo'ladi. Motor yurtganda обязательно mana shu narsalarga e'tibor berib, karp yordamida bularni tozalab qo'yish kerak. Buni qo'ygandan keyin raspredvalni ham обязательно tekshirib ko'rish kerak. Tarqatib qo'yishingiz oldin raspredvalni joyiga qo'yib turib, luft borligini tekshirib ko'rish kerak. Ayrim holatlarda tarqatib qo'ymasdan raspredvalni qo'ygan holatingizda luft yuraveradi yonga. Bunda yegan bo'ladi raspredvalni. Va shu raspredvalni luft bo'ladigan bo'lsa, agar galopka unida shu holatda ham ovoz yo'qolmaydi tarqatib. Yangi tarqatib qo'ysangiz ham foydasi bo'lmaydi. Luft yo'qolsa, mana shu holatda yaxshi degani, bu holatda yaxshi ekan. Shularga обязательно e'tibor berib yig'ish kerak yig'itgan paytda usta.
Rasfrolni ham qo'yitganda ko'pchilik usta umutisi bormi deb so'rashadi. Buni umutisi bo'ladi. Mana Rasfrol o'ziga yozib qo'ygan bo'ladi mana. E qilib turib. Mana I tomoni, mana E tomoni. Ini mana kollektor havo so'rish tomoniga qo'yiladi. E tomonini gulshitr tomoniga qo'yiladi. ishlar qalay ketyapti? Ishlar yaxshi, hammasi joyida ketyapti. Nimalar haqida ma'lumot berdingiz? Motor yig'ib bo'libsiz, biloklarni yig'ib bo'libsiz, galovkalarni yig'ib bo'libsiz. Nimalar haqida obunachilarimizga va ustalarga foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berdingiz? Kerakli ma'lumotlarni berib o'tildi. Polsiyani zarzorini aytdingiz. Qanaqa Porsche ishlatilishini aytdingiz. Masna asosida haqida ma'lumotlar bo'ldi. Galovkalar haqida bo'ldi. Galovkalar haqida bo'ldi. Qisqacha yana bir takrorlash qilib o'tamiz. Motor qilinayotgan paytda ichki qismlarini hammasini originallaridan foydalanish kerak. Misol uchun porshin, kolsa, pompa, nasos shunga o'xshagan narsani eng sifatlilaridan foydalanishlik kerak. Agar bordiyu sifatsiz narsa qo'yiladigan bo'lsa, qolgan narsalarga ham ziyon yetkazib qo'yishligi mumkin. Keyin Nurullo akani yana bitta aytmay o'tib ketgan narsalardan bittasi klapan. Klapan haqida ma'lumot berdingizmi? Galovkani remont qilinayotgan paytda klapan uzunligi qoladi, направляющийlarni bir olti qo'yiladi. Nimaga? Chunki направляющий bir olti qilinadigan bo'lsa, klapan sanlangan bir olti tushadi, moy rasxod qilish ehtimoli butkul yo'qoladi. Galovkalarimiz tayyorlab bo'lindi, bloklarimiz tayyorlab bo'lindi. Endi esa galovkani blokka o'rnatishlikka, ya'ni motor o'rnatishlikning ikki xil yo'li bor. Birinchisi donama-dona o'rnatish, ya'ni blokni joyiga qo'yib, galovkani qo'yish. Ikkinchisi esa motor ko'taradigan tal bo'ladigan bo'lsa, hammasini komplekt holatda yig'ib olish. Sizga qaysi udobni? Lasettilarga tal bilan bosgan yaxshi, Lasetti Gentralarga. Ko'p Sparklarga tushmaydi talda. Bunda motor qo'ygandan payt tushgan ilintirib simlarni ulansa bo'ldi. Xo'p, xudo xolasa hamma narsasi yaxshimi, ko'ngildagidaymi? Hammasi cho'tka, xudo xolasa. Bizda tal bo'lgani uchun biz постоянный komplekt qilib turib bunaqa bosamiz. Qiynatmadimi yig'ilish jarayonida? Yo'q, qiyinchilik bo'lmadi. Hammasi yaxshi. Shunaqa gaplar, okalar. Yana ishlarimiz davom etadi. Galovkamizni blok ustiga o'rnatamiz. Prokladka haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, ikki xil prokladkadan foydalanish mumkin. Agar blok usti va galovkaning orqasi ko'p shilinmagan bo'lsa, zavodskiy temirli JM prokladkasi bo'ladi. O'shandan foydalaniladi. Agar ko'p shilib yuborilgan bo'lsa, qog'ozdagi Seul degan koreyskiy prokladkani ishlatishlik mumkin bo'ladi. Galovkalarimiz yig'ib olindi. Har safar motor remont qilingan paytda gidrokompensator yangi qo'yib yuboriladi. Nimaga? Chunki moy kam holatda yurilganligi uchun ovoz chiqib qoladi. Gidrokompensator yangi qo'yiladigan bo'lsa, xuddi shunaqangi muammolarga butkul barham berilgan bo'ladi. Mas nasos haqida ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Maslni nasos holatiga qarab, ya'ni charchagan bo'lsa boshqa qo'yiladi, yaxshi bo'lsa o'zini qoldirishlik mumkin bo'ladi. Faqatgina o'zinikini qoldirgan paytda Nurulloga ko'rsatib o'tganlaridek porshinchalarini moylab, ichlarini yuvib tozalab o'rnatishlik kerak bo'ladi. Bu tomonda dinam natijitl, ya'ni dinam remenni tortib turuvchi natijitl. Bu joyiga gidravlika nasos tushadi. Bu pompasi, ya'ni suvni sirkulyatsiya qilib beruvchi nasos hisoblanadi. Antifriz trubka butun sistemaga antifrizni tarqatib beradi. Generator va stator. Endi bu narsa
ustalar uchun kulgili tuyulishligi mumkin, lekin oddiy mashinani tushunmaydigan auditoriya uchun qiziqarli bo'lishligi uchun tushuntirib o'tyapman. Ya'ni generator vazifasi tok ishlab chiqarib berish, stator vazifasi esa mashinani zavodit qilib berish. Konditsioner kirashdan bu tomonga konditsioner o'rnaydi. Ust tomoniga golovkamiz 10 ta bolt yordamida qotadi. 10 ta bolt qotirilgandan keyin klapan kirishgani yopib, zubchatiy remenlarni taqiladi. 10 marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi deydi. Qolgan ishlarni Nurullo aka o'zlari ko'rsatib boradilar. Ya'ni golovkani qanaqa kuchda tortishlik kerak, klapan kirishkaga qanaqa prokladka qo'yishlik kerak, zubchatiy remenni qanaqasidan foydalanish kerak va metkasi qanaqa bo'ladi. Nima sababdan biz remont qilgan mashinalar moy rasxod qilmaydi? Shu narsaga batafsil to'xtalib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom etinglar. Motorimiz yig'ish jarayonida eng nozik joyga keldi. Ya'ni bu nima desani, motor zubchatiy remenni qo'yish holatiga keldi. Metkalarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Undan oldin qanaqa firma qo'yamiz. Natijada UMB firmasinikini qo'yamiz. Mana shundan necha yildan beri foydalanib kelamiz. Yaxshi xizmat qilib keladi shu paytgacha, muammo qilmaydi. Buni ham ikki xili bor UMB firmaniki. Tozasi bor, azorog'i bor, yaxshimasi bor. Buni qaydan farqlanamiz desani, buni bu korobkasi 3 ta korobkada bo'ladi natijada. Va eng kichkina korobkasi kichkinasi, mana shu yaxshisi bo'ladi. Nariga yana to'ftarog'i bor, bundan yaxshi emas. Uni korobkasi mana 3 ta korobkalar bir xil, katta korobkada chiqqan. U yaxshi emas. Mana shu kichkina korobkali bo'lsa, mana shu yaxshi firma bo'ladi, yaxshi zapchasi. Keyin zubchatiy remenni Power Grip qo'yamiz, постоянный. Bu ham yaxshi firma, Gates firmasidan chiqadi, Power Grip. Kimdir Gates deb aytadi ustolar, kimdir Power Grip deb aytishadi. Mana shu remen naqoshlarni bu ham bemalol 50 minut uchun xizmat qilaveradi. Zubchatiy remen qo'yishda ko'pchilik ustalarimiz qiynalishadi. Ikki kishi qo'yishadi remenni. Tepadan qo'yib turib, tagidan mana shiftdan qo'yib qo'yishadi. Buni boshqacha yo'li ham bor. Agar bitta o'zingiz bo'lsangiz, bir kishi qo'ysa ham bo'ladi bu remenni. Bir kishi qanday qo'yadi, shuni men sizlarga o'z ko'rsatib o'taman. Bu shift joyiga qo'yib qo'yamiz birinchi. Metkasi qarab qo'yiladi. Natijadan hammasini qo'tirib, oxiri remenni solamiz keyin. Ustilar uchun ham bu manfaatli bo'ladi. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun birinchi o'ng tomondan shiftni turib, keyin chap tomondan metkasini to'g'rilab, remenni joyiga qo'yamiz. Shu holatda bir kishi o'zi ham remenni joyiga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Remenni ligirovkasi bo'sh tarafga turishi va pastdagi natijadan ligirovka qilinadi. Remenni holatiga qarab, qattiq yoki yumshoq holatiga kelib qo'yib qo'yiladi. Mana shu holatda yaxshi. Agar remenni qattiq tortib bo'lsa, mashina zavodkanda texotda remen tomonidan ovoz chiqib qoladi. Shunga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Remenlarni ham joyiga taqib oldi. Metka holatlarini sizlarga ko'rsatib aytib o'tamiz. Bunda ikkita metka bo'ladi. Tagida shiftda mana o'zining joyi bor. Mana bir-birisiga plastmassadagi anaqaga to'g'ri kelishi kerak. Bir-birisiga tepada mana shiftda ariqchasi bor, ikkita anaqa shiftda ham. O'rtasida mana shu ikkisini to'g'rilab qo'yish kerak. Agar metkasi bir zub yoki yarim zub xato bo'lsa, mashina yaxshi tortmay qoladi, dam bo'lib qoladi. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yish kerak. Hozir buni metkalarni zavod holatda qo'yib oldik. Natijada ligirovkasini o'zi orqasida mana joyi bor, zavodskoy.
Mana strelkasi bor. Bo'shlanligini mana shu strelkaga qarab turib qo'ysa bo'laveradi. Akalar ko'rishingiz mumkin, motorimizni ponni ziboriy holatda yig'ib tayyorlab qo'ydi. Motori bo'lishga tayyor holatda turibdi. Mana ishi sifatini ko'rib turibsizlar. Usti qanaqa toza bo'lsa, ichi ham xuddi shunaqa toza bo'lgan motor ishlari ham bizda birinchi o'rinda sifat turadi. Motorni ponni tozalab, bo'lishga tayyorlab oldi. Endi qolgan videolar mashina bilan birga bo'ladi. Mashinani kapot ishini ko'rib turibsizlar. Ponni yuvib tozalab, chista qo'yganmiz hamma yog'ini. Keyingi navbat simlarni izolenta qilib, gofraga yegizib, zavod holatiga qaytaramiz. Mana ko'rib turibsizlar, simlarni o'chilyapti hamma yog'i. Bularni izolenta qilib, gofraga yegizadigan joylarga gofra qilib, zavod holatiga qaytaramiz. Aytamanku, bizda ish sifati birinchi o'rinda turadi. Xudo xolasa, simlarni chiroyli holatga keltiramiz. Simlarni ham izolyatsiyasini ponni tugatib oldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Zavod holatiga kelib, chiroyli holatda qilib qo'ydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Gofra tegadigan joyga gofralarni tegizib, mana izolenta qilib, batarya izolenta qiladigan joyga zavod holatda batarya izolenta qilib qo'ygan hammasiga. Boyaga ochiq simlardan asar ham qolmadi. Mana ponni kapot ishini ko'rishingiz mumkin. Mana simlarning hammasini izolenta qilib chetkilab chiqildi. Bu qilingan ish uchun qo'shimcha pul o'linmaydi egasan. Egasi bizga aytib ham ketmagan, simlarni ko'rib izolyatsiya qilib bering deb. Bu biz o'zimizni ishimiz sifatidagi chiqishi uchun passiyanni hamma motor qilingan bo'lishini shunaqa izolyatsiya qilib chiqamiz. Endi navbat motori bosishga. Ko'rishingiz mumkin, motorni ham bosishga tayyorlab olganmiz. Maxsus tal yordamida ko'tarib oldim motorni. Endi buni mashinaning ichiga joylaymiz. Mana shu tal bilan. Dalıyor boşa gözlerim bazen, madem gönlün matem. Giden gitsin benim, durdurmaya yok bir bahane. Sana gözlerim ağlasın bazen, bazen üzülsün unutsun kalbim bazen. Geliyorsun aklıma halen, dalıyor boşa gözlerim bazen, madem gönlün matem. Giden gitsin benim. Öl ol. Bu halim beni ürkütür, uzun zamandır böyle. Hiçbir şeyden anlamıyor, sen bir şeyler söyle. Beklediğim anlar gelir dertlim anlarından, ama hepsi korku dolu, belki parazitti beyne. Dile düştü fırtınalar arasında. Lokani tifos qo'ysangiz bo'ldimi? Ha, antifriz qo'ysa bo'ldi. Motor mo'ylani qo'ydingizmi? Mo'ylani qo'yildi, motorlarni hammasi. Motor joyiga o'rnatib, yig'ilish jarayonida hech qanaqangi mashaqqatga uchramadingizmi? Yo'q, xudo xohlasa hammasi cho'tki bo'ldi. Menimcha birinchi marta ochilish ekan, ko'p ham qiyin bo'lmadi. Ha, hamma yog'i yaxshi chiqdi, holat yaxshi ekan. Bilasizmi, zavodskiy holatda ochilmagan motor bo'ladigan bo'lsa, qiynalmasdan yechib yig'iladi. 3-4 marta boshqa ustalar tomonidan yechib yig'ilgan bo'lsa, ish ancha qiyinlashib ketadi. Nimaga? Bo'lkaklari ko'pi zavodskiy holatda bo'lmaydi. Ko'p narsasi eskirib ketadi.
O'shani hisob olganda qiyinchilik tug'diradi. Mana simlar ham eskirib ketadi ko'pincha. Yeyilib ketgan bo'ladi. Yilib ketgan bo'ladi. Yoki qo'ymagan bo'ladi, joyini almashtirib olgan bo'ladi. Shunaqa. Birinchi yig'ilish bo'lsa maza qilib ishlaysiz. Hamma narsasi joy-joyida. Joy-joyida bo'ladi. Nurullo aka qolgan hamma tomonlarni yig'ib bo'libsiz. Vozdухini qo'ymabsiz. Nuloviy filtr qo'ygan ekan. Buni farqini tushuntirib o'tdingizmi? Yo'q, mana shuni o'zingiz tushuntirib o'ting farqini. Xo'p, zavodskoy filtr bilan buni farqi bu havoni ko'proq o'tkazadi. Ya'ni to'lib bo'lishi ham kamroq bo'ladi navgilarga nisbatan. Buni qo'ysa turbina o'rnatgan hisoblanmaydi. Tortishi 100% zo'r tomonga o'zgarib qolmaydi. Nisbatan o'zgarishligi mumkin xolos. Qo'ysa ziyon yo'qmi deb ko'pchilik savol beradi. Qo'yilsa hech qanaqa ziyon yo'q, lekin unaqa katta foyda ham keltirmaydi. Navgi filtrlarni har 10 mingda almashtiriladigan bo'lsa, buni 50 ming kilometrda almashtirishlik mumkin. Bitta minus tomoni bor buni. Nima minus tomoni? Yurganingizda qattiq gaz bosganda ovoz chiqadi, puriladi. Kishillar ovoz chiqadi. Kishillar ovoz chiqadi. Ovoz nisbatan jichcha jo'skiroq Balandroq bo'ladi. bo'ladi. Kakani gulshitr teshilgan mashinaga o'xshab. Xo'p, avtoni quyildi, antifriz quyildi. Yurg'izamizmi? Ha, yurg'izsa Zapus qilib. Birinchi zapus ha. Hamma yoq tayyor. Nurullo aka bu tomonda Lasetti'ni motorini yig'ayotgan bo'lsalar, bu tomonda Onyx mashinasini motorlari yig'ilyapti. Ichkarida Tracker mashinasini motorini zamin qilinyapti. Gentra mashinasini hadovoy qilinyapti. Ya'ni bizning servisimizda umumiy boshqa servis xizmatlari ham mavjud. 2 kunlik, 3 kunlik mehnat, endi natijasini ko'rsak bo'ladi. Hamma tomonlarini yig'ib bo'lindi va nihoyat yurg'izamiz. Qani, bismillah. Shuncha mehnat qildingiz, endi o'zingizdan bo'lsin. Eng qiziqarli joy. Filtrni keyin qo'yamiz. Chunki iflos ketgan ekan. Qani? Ya. Nimaga g'alati ovoz chiqdi? Starterda muammosi bor. Starterda muammosi bor ekan shekilli, ha. Qo'rqitib yubordi. Voy, qarangi mashinaga payt yurg'izganingizda shunaqa noxush ovoz chiqadigan bo'lsa, nima o'tadi ichingizdan? Hamma narsa o'tadi. 1 sekundda ko'p narsa o'ylab olasiz barcha. Hali avariyaga uchragan odam 1 sekundda ancha narsani o'ylab oladi-ku. Siz ham noxush ovoz chiqqanda O'sha holatga tushasiz. starterdanmi bu? Starterdanmi? Ha. Qisib bo'ldi-da, yo Bindex. Bo'ldi, ha, Bindex yaxshi. Lekin Xudoga shukr, mashina zavod bo'ldi, shofyor ham yo'qsiz ketdi. Shu nimaga chikillab turibdi? Ko'pchilik shu savol beradi. Ya'ni Lasetti'larni, Nexia 1.6'larni motor remont qilinadigan bo'lsa, yangi yurg'izilgan paytda chikillab turadi. Bu talkator yangi qo'yilgan. Yangi talkator ichida massasi bo'lmaydi. Zavodgandan keyin o'zini 5-10 minut shunaqa ovoz berib turadi. Sababi ichiga moy to'lib bo'lguncha ovoz chiqib turadi. Talkatorga fonda moy to'lib bo'lgandan keyin ovoz yo'qoladi. Bu ovozi havodan oladigan ovoz emas, qaytib chiqmaydi. Prosta talkator ichida moy yo'qligi uchun ovoz chiqdi. Bu motorimiz Master Nurullo aka tomonlaridan yig'ib tugatildi. Meni vazifam qilinayotgan ishlarni qisman yoritib berish bo'ldi. Bitta motorni yig'ishga 5-4 soat vaqt ketadigan bo'lsa, video bilan 2 kun vaqt ketib qoladi. Yaxshimi moy chiqishi? Ha, yaxshi. Aka, yaqinroqdan olib keling kamera. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Moy chiqishlari zo'r. Chiqayotgan tutunni nimaniki deyiladigan bo'lsa, biz har bitta motor yig'ayotgan paytimizda o'zini zavodskoy rangiga bo'yab yig'amiz. Ko'pchilik aytadi, kuyib ketishi mumkin, bo'yagandan foyda yo'q. Baribir eskirib ketadi-ku deyiladigan bo'lsa, buni bo'yamasangiz ham baribir eskirib ketadi. Buni bo'yashligimizga biz qo'shimcha pul olmaymiz, lekin bizga qo'shimcha mehnat degan. Lekin qilayotgan ishimiz mijozga yoqishligi uchun o'shancha pul xarajat qilgandan keyin gap yo'q, toza chiqibdi degan fikr uyg'onishligi uchun erinmasdan o'zini zavodskoy rangiga bo'yab chiqiladi. Bunga hech qanaqa qo'shimcha xizmat haqqi olinmaydi, faqat ishimiz sifatini ko'rsatib berishlik maqsadida. Asosiy savolidan bittasiga javob beradigan bo'lsak, motor remont qilishlikka qancha vaqt ketadi? 1 hafta 10 kun atrofida vaqt ketadi. Necha pul ketadi? Ya'ni qancha xarajat ketadi? Xarajati $500 dan $800 gacha ketishligi mumkin. Nimaga? Aniq stabilniy narxi yo'qmi? Dogovor asosida olib qola olmaysizmi? Ya'ni $600 ga yoki bo'lmasa 7 million so'mga dogovor qilib shu pulga bitirib bera olmaysizmi deyiladigan bo'lsa, yo'q, unaqa emas. Biz faqatgina xizmat narximizni aniq aytishligimiz mumkin. Biz $500 dan $800 gacha degan xarajatimiz ichiga xizmat, avtomobil, antifriz, toker hamma narsasi kiritiladi. Nimaga stabilniy narxi yo'q deyiladigan bo'lsa, chunki bu so'yilmagan qovun. Ochganingizdan keyin 10 ta zapchast qo'yiladimi, 4 ta zapchast qo'yiladimi, shunga qarab turib aniq summasini chiqarib beriladi. Aniq summaga dogovor qilib olib qoladigan bo'lsam, mijozning haqqi menga yoki meni haqqim unga o'tib ketib qolishligi mumkin. Endi obkadka masalasiga keladigan bo'lsak, boshqa viloyatlardan, ya'ni Samarqand, Buxoro, Qoraqalpog'iston shu joylardan ham kelib bizga motor remont qildirishadi.
vodiy bilan voha tomonni bog'lab turadigan narsa bu pivoval, bilasizlar. O'zbekistonda pivoval bor, vodiy bog'lab turadigan. Motor remont qildiradigan bo'lsam, qaytib ketishimda pivovaldan chiqadigan bo'lsam, motoringda hech qanaqa nagruzka bo'lmaydimi degan savolni berishadi. Hech qanaqa nagruzka bo'lmaydi. Nimaga? Chunki biz motor yig'ayotgan paytimizda холодный obkatga qilib, obkatga jarayonlarini, pivovaldan chiqishligini hisobga olgan holatda remontini yakuniga yetkazamiz. Motor remont qilganimizdan keyin qattiq nagruzka qilmasdan 3,5 оборотda pivovaldan salqin havoda chiqib ketishlik mumkin bo'ladi. 1000 km obkatga qilinadi. Nimaga deyilganda, chunki 1000 km bu sinov muddati, qo'yilgan hamma zapchastlarni sinov muddati hisoblanadi. Ya'ni biz ham insonmiz, xato qilishligimiz mumkin, qo'ygan zapchastimiz birak chiqishligi mumkin, lekin 100% holatda, qolgan 98% holatida hech qanaqangi muammoga uchralmaydi. 1000 km ichi qo'yilgan zapchastlar yaxshi yoki yomonligini to'liq sinab bo'linadi, lekin 3 oy kafolat beriladi. Nimaga deganda, 3 oy ichida nima muammosi bo'lsa ko'rinadi. Yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yaxshiligi ko'rinadi. Biz qilayotgan ishimiz orqali mijozlar aziyat chekmasligini, rasxod qilgandan keyin ikkinchi safariga yana qayta xarajat qilmasligini ko'zlagan holatda ishimizga 100% kafolat beramiz. Kilometrga garantiya bermaysizmi deyiladigan bo'lsa, oldinlari kilometrga garantiya berardik. Hozirgi kunga kelib kilometrga garantiya berilmayapti. Nimaga deganda, chunki ayrim kishilar 1 yilda 5000 kilometr yurishi mumkin. Biz 15000 kilometr garantiya beradigan bo'lsak, 2 yildan keyin biz oldimizga kelib aytishligi bizga muammo tug'dirishligi mumkin. Shuning uchun 3 oy kafolat beriladi. Xoh 5000 yursin, o'rtacha bitta shofyor 1 oyda 5000 kilometr yuradi. Bu degani 3 oyda xotirjam 15000 kilometr yurishligi mumkin degani. Ishimiz o'z yakuniga yetdi. Menimcha hamma ma'lumotlarni to'liq berdik. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Namangan shahar shundoqqina afsonalar parkini yonginasida ishxonamiz yonida charxpalak xotirjam ko'rinib turadi. Boya aytganim kabi, meni ishxonadagi vazifam ishchi kontrol qilish, nazorat qilish va videolar orqali qilayotgan ishlarimizni sizlarga yoritib berish. Servisimizda Nurullo aka va shu kishiga o'xshagan professionalniy ustalar tomonidan har bitta ish qilib yakuniga yetkaziladi va biz tomonimizdan yana qaytadan nazorat qilib mijozga topshiriladi. Bundan keyingi videolarimizda qanaqangi mashinani motor yig'ilish jarayonini video qilib ko'rsataylik. Yozib qoldiringlar kommentariyada. Albatta sizlar uchun erinmasdan shunaqangi videolarni tayyorlashda davom etamiz. Videomiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, Lacetti haydaydigan yaqinlarga videoni yuborib qo'ysanglar, albatta hamma uchun manfaatli bo'ladi. Bizni qilgan mehnatimizni qadrlagan holatda albatta likelarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bundan keyingi videolarimiz bundan-da qiziqarli bo'ladi. Ishingiz yakunida obunachilarimizga qanaqadir dil so'zlaringiz bormi? Shu video yoqqan bo'lsa, like bosib, podashib turishsa bo'ldi. Like bo'lsin deyishlikdan maqsad nima? Chunki siz videoga like bosadigan bo'lsangiz, bu videomiz kengroq tarqalishiga sabab bo'lgan bo'lasiz. Bu videomizda ikki tomonlama manfaat bor. Ya'ni biz faqatgina sizlarni o'ylab video tayyorladik deydigan bo'lsak, yolg'on bo'ladi. Ya'ni biz tayyorlagan videolarimizda oddiy mashina haydaydigan shofyorlar motor remont qildirayotgan paytimda shunaqa qilishim kerak ekan degan xulosani oladigan bo'lsa, ustalar bilmagan narsasini o'rganishligi mumkin. Bizga qanaqa manfaat bor deyiladigan bo'lsa, o'zimizni klientskiy bazamizni yaratishlik, ya'ni qilayotgan ishimizni sizlarga ko'rsatib berishlik, sifat darajasini sizlarga batafsil tushuntirib berishlik va shuning orqasidan kelib bizda ham bemalol shu xizmatni qildirishingiz mumkin degan narsani yoritib berishlik. Ya'ni manfaat ikki tomonlama bo'ladi. Faqatgina sizlarni manfaatinglarni ko'zlayapmiz deb yolg'on gapirishlik bizga yarashmaydi. Xullas shunaqa, narx-navosi, hamma narsasi haqida batafsil ma'lumot berildi. Kuzatishda davom etasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan keyingi videolarimiz yana ham qiziqarli bo'ladi. Nurullo aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Missiya bajarildi. Bundan keyin boshqa mashinalarda yana video Kommentga yozib qo'ysin, qanaqa mashina yig'ishimizni. yozib ketasizlar. Bundan keyingi video kommentdagi savollarga qarab turib bo'ladi. Va nihoyat o'sha kun keldi. Olib qolgan Lacetti 1.8 mashinamizni motorlarini to'liq remont qilib tugatib bo'ldik. Mashinani egalari endi ko'ryaptilar. Ya'ni tashaganlariga umumiy hisobda 15 kun bo'ldi, ha? 15 kun bo'ldi. Biz tayyorlab bo'lganimizga 1 hafta bo'ldi. O'zidan ishlab chiqib qolganligi uchun mashinani endi kelib olib ketyaptilar. Mashinani tashab ketayotgan paytingizda holatini ko'rdingiz. Mana videoni boshida ham qo'yib o'tib ketganmiz. Biz yana qaytadan qo'yib o'tib ketamiz, ko'rishingiz mumkin. Mashinani endi mana tayyor bo'lgan holatda. Nima deysiz mutaxassis sifatida, mashinani egasi sifatida? Yaxshi, ko'ngildagidek bo'ldi. Sizlarga ishora
sizlarga topshirgandik. Qilingan ishchi sifati, chiroyi, motor ovozi yoqdimi sizga? Albatta yoqdi. Shunaqa bo'lishini og'alab solib gap keluvdik. Siz bunaqa bo'lishini oldindan kutgansiz. Kutganmiz albatta. Bizni yangi kuzatayotgan obunachilarimiz bizni ishimizni sifatini zo'r bilmaydi. Bu aka oldindan kuzatib yurganlar uchun videolarda nimani ko'rgan bo'lsalar, shu narsani kutib kelganlar. Ya'ni bu narsa shunaqa chiqishligini oldindan bilganlar. Shuning uchun sal emotsiya past bo'lyapti menimcha. Aka ishlarni 0 dan 100 gacha tugatganmiz. Xudo xolasa, narx-navo tomonlari, sifat tomoni, hamma tomoni sizga yoqdimi? Yoqdi, zo'r. Tavsiya qilasizmi? Motor remont qildirmoqchi bo'lgan Lacetti, Gentra, Malibu farqi yo'q. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar remontlarini qilamiz. YouTube'da qo'yganmiz ham. Qolgan qilgan mashinalarimizni qilingan ish sifati sizga yoqqan bo'lsa, biz xursandmiz. Bitta hammaga tavsiya qilamiz. Men siz barcha turdagi mashinalarni kelib shu yerda qilishlariga. gap yo'q. Men sizni mashinangizni olib qo'ygan bo'lsam, bu mashinani 0 dan 100 gacha remontlarini qilgan Nurullo aka. Aka, sizni qilgan ishingiz o'zingizga yoqdimi? Ha, yoqdi. Biz hamma ishni chin yurakdan qilamiz. Qilgan ishlarimiz hammasi yoqadi, xudo xolasa. Sifat uchun ish qilamiz. Bu faqat video uchun emas, mana qilingan ishlar har bitta kelgan mijozni motor qilinadigan bo'lsa, shu holatda sifatli qilib qilib beramiz, xudo xolasa. Avvalambor qilinayotgan ish mijozdan oldin ustini o'ziga yoqish kerak. Yoqish kerak, ha, shunaqa. Men o'zimga yoqmaguncha tepada ishlaraman. Egasi topshirishni oldin qachon o'zimga yoqadi, 100 bo'ladi, keyin egasini chaqirib egasi topshiramiz o'shani. Sizga yoqqan ish keyin mijozga ham xotirjam yoqadi. Ha, yoqadi, xudo xolasa. Aka, yoqdimi sizga? Albatta yoqdi. Xursandman. Gap yo'q. Rahmat. O'tkazgan vaqtingizga, bergan pulingizga rozi bo'ling. Bizda shtuka ishlanmaydi. Ya'ni 10 ta motor qilmaylik, 5 ta motor qilaylik. O'sha 5 ta qilib bergan ishimiz 20 kishiga tavsiya qilsin. Ya'ni men qildirdim. Real bu internet uchun, Instagram uchun emas ekan ularni olayotgan ishlari. Haqiqatdan ham real hayotda shunaqangi ish qilar ekan. Videoda ko'rib borgandim, adashmanman degan tushunchani uyg'otishlik uchun harakat qilamiz. Inshaalloh ko'ngildagidek zo'r bo'ldi. Garantiya muddati 3 oy yoki 15 ming kilometr. Muammo qilmaydi. Agar bordi-yu muammo qilsa, ya'ni qo'ygan zapchasimiz yoki bo'shatib qo'ytirgan joyimizda qanaqadir kamchilik chiqadigan bo'lsa, 3 oy ichida siz rasxodga tushib qolmaysiz. Biz kafolat beramiz va o'sha narsani bepulga ta'mirlab beramiz. Avvalambor bunaqa muammo bo'lmasin. Sababi qaytadan qilishlik sizga ham bizga ham havas emas. Lekin klient qaytadan rasxodga tushib qolmaymanmi degan savolni yo'qotishlik uchun biz kafolat beramiz. %98% holatlarda muammo bo'lmaydi. 2% holatlarda insonchilik biz yoki zapchast tomonidan qanaqadir kamchilik chiqib qolishligi mumkin. Sizdan talab qilinadigan narsa e'tibor. Ya'ni gulxan bo'lib yonganda emas, uchqun bo'layotgan paytda bilib qolishligingiz kerak. E'tibor bilan haydab turasiz, 1000 kilometr apkatka. Apkatka degan nima degani? Operatsiyadan yangi chiqqan odam parhez qilish kerak degan. 1000 kilometrgacha taxometr 4000 dan o'tkazmaysiz, qattiq nagruzka qilmaysiz, avaylab ehtiyot qilib minib turasiz. Motor o'ldiradigan narsa benzin sifatsizligi, moy sifatsizligi va vaqtda almashtirilmasligi, zubchat terimiy vaqtda almashtirilmasligi va antifriz quymasdan suvda yurishlik. Agar bordi shu narsalarga yaxshi e'tibor berib haydaydigan bo'lsangiz, motoringiz uzoq vaqtgacha bexavotir xizmat qila oladi. Rahmat. O'tkazgan vaqtingizga, bergan pulingizga rozi bo'ling. Sizning mashinangizni shunchalik sifatli bo'lishligiga sababchi inson Nurullo. Xizmat bo'lsa, bemalol qilaverasiz. Sizga tavsiya qilasiz. Motor House servisi bir kishidan tashkil topgan jamoa emas, ko'pchilik ishlaymiz. Ya'ni meni vazifam internetda, Instagramda yoritib berish bo'ladigan bo'lsa, mehnatni asosiy shular qilishadi. Biz qilayotgan ishlarini ko'rsatib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin, omonlikda ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Agar siz videoni boshidan oxirigacha ko'rib ham like bosmasdan, obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying. Bundan keyin qanaqangi mashinani motorini remont qilishligimizni videosini qo'yaylik YouTube'ga. Kommentariyada yozib qoldiring. Bizda faqat motor remont emas, programma, ходовой, avtomat korobka remont xizmatlari ham bor. Ya'ni mashinangizni motorga tashiyotgan paytingizda umumiy boshqa ishlarini qildirishlik uchun ham tashab ketsangiz bo'ladi. Har bitta mashinani olib qolayotgan paytimizda registratsiya qilib olib qolamiz va o'sha yozib olib qolgan yo'nalishimiz bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Misol uchun orqamdagi Malibu'ni ходовойlarni qilinayotgan bo'lsa, ichkarida boshqa mashinani avtomat korobkalarini remont qilinyapti. Nima demoqchiman? Siz ovora qilinmaydi, mashinani tashlaysiz, zapchasi ham, xizmati ham, hamma narsasi o'zimizdan bo'ladi. Mashinangizni full holatda topshiramiz. Narxi qimmatib ketmaydimi deydigan bo'lsangiz, spiska beriladi, inshaalloh ko'chadan qimmat bo'lmaydi. El narxi bo'ladi, sifatli, toza mahsulotlarni qo'yiladi. Ya'ni biz 15 yildan beri
faoliyatimizni bitta ritmda olib ketganligimizni asosiy sababi ham narx-navo yaxshiligida. Ya'ni qimmat bo'ladigan bo'lsa, absolyutni negativ ko'payib ketadi, qimmat ekan u bu deydi. Sifatli narsa qo'yiladi, arzon narxlarda ishlarni bajarib beriladi. Shunaqa gap, kuzatishda davom etinglar, joninglar sog' bo'lsin.